Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyimizni başlaymiz. Leksiyada sizlarga jiroz. Washingtondan so'zlaymiz. Bugungi islaga 2024-yil 9 ayning 28 haftaga shanba vatandaş. Esingizda bo'lsin, 25 kuni, 26 kuni, 27 kuni. Şu 3 gün ichida dunyoda g'ayri bir holda jiddiy bir vaziyat o'tirg'i chiqdi. Biz shunday hisoblaylik. Masalan, bu oralıqda Jungo Kompartiyasi 25 kuni Dongfeng 41 belgilik yoki nomerlik raketa qit'alar aro uchadigan raketani qo'yib berdi. Bu raketa Ulu Okeanda ko'zlagan nishonga tushdi dedi. Yoki 3-chi davlatga qaratilmagan deydigan adımaldaydigan so'zlarni nima qilib baxtdi. Lekin gapning uzoyi shuniga diqqat qilinki, vatandash bu qanday vaziyatda Jungo Kompartiyasi bu raketani qo'yib berdi, sinaq dedi. Masalan, hozir Jungo Kompartiyasi Baqanadagi Chavshanning o'rniga tushib qoldi. Chavshan andikishga boshlaganda, qo'rqishga boshlaganda yoki vaziyatni ma'lumotdan qilishga uringanda u har kuni raketa qo'yib turib dunyo tinchligiga tahdid solib kelgan edi. Bugun endi Jungo Kompartiyasi o'zining inisi ufqisi Chavshanning qilig'ini do'rab 44 yildan beri sinaq qilmagan raketani bugun Dongfeng ya'ni Sharq Shamili 41 nomerlik raketani qo'yib berdi. Yuqorida aytdik. Bu qanday vaziyat ostida shunday bo'ldi bu ish? Masalan, bundan bir haftalar ilgari Jungoning bir avtomatikisi Tayvanga yaqin Yaponiyaning bir ikki orolning orasidan o'tdi. Avtomatikisi. Buning zaruriyati nima? Masalan, 9 ayning 10 kuni Jungoda, yani Shenzhen shahrida Yaponiyalik 10 yoshlik bolani qatlam qilish uchoq yo'ruq kunda ko'chada ketayotgan, maktab ketayotgan Yaponiyalik bir bolani qatlam qilish. Shunday bir voqea yuz berdi vatandash. Biz mushularni qo'shganda oxiri nima dedi Jungo Kompartiyasi, Javgangmi harbiy ishlar bayonotchisi? Biz bunu sinaq qilishdan avval Amerika qatorliq davlatlarga va Okeaniya ya Ulu Okeandagi ba'zi davlatlarga uqtirish qilib qo'ydik dedi. Buning ustiga dal shu kunlarda, masalan 25 kunimi, shu kunlarda Yaponiyaning, Yangi Zelandiyaning, Avstraliyaning harbiy parxodi dengiz Tayvan bo'g'ozidan o'tdi vatandash. Buni Yaponiya uchun aytganda tunji ish, ikkinchi dunyo urushidan keyingi yoki Ulug' okean urushidan keyingi yoki Yaponiya taslim bo'lgandan keyingi, ya'ni yoki Yaponiya qo'g'lanish qismlari qurilgandan beriki tunji ish Tayvan bo'g'ozidan o'tdi. Yaponiya harbiy parxodi. Demek Tayvan bo'g'ozidan o'tdi, Yaponiya yangi harbiy harakatga o'tdi. Yoki Yaponiya yangi harbiy harakatni boshladi desangiz, mushuninga nisbatan Jungo Kompartiyasi raketa qo'yib berib, Yaponiyaga tahdid solamdi, popuzi shiltamdi, buni yo'li boshqa. Endi hozir gapcha tahlilga qarasangiz, biz Amerika tarafga buni uqtirib qo'ydik dedi. Uqtirib qo'ydik deganligi Amerika tarafga popuzi ishlatalamdi, tahdid solalamdi yoki shundoq oshkora o'tirg'i chiqdimi, shuningga jur'at qildimi, shundoq jur'at qilishga Jungoni majburlayotgan vaziyat nima? Bunisini hozir qo'yib turaylik, faqat Yaponiya bilan bo'lgan o'tirdagi munosabat tufayli Jungo Kompartiyasi raketa qo'yib berdi degan mushu maydonda turib turaylik. Bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi a'zolari mundaq dedi vatandash. Beijing rostla shunday qildi. Amerika Davlat Majlisi a'zolari Pearl Harbor voqeasi, sentabr voqeasi, 11 sentabr voqeasi bilan ogohlantirdi.
Mavzulu xabar 9 ayının 27 günü Erkin Asya Radyosu'nun Xitay Til programımız e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Jungo Ulug' okeanga qaratib qit'alararo uchadigan raketa qo'yib berdi. Ozodlik armiyaga taalluq bo'lgan Jungo armiyasi to'rbeti suratlik xabar e'lon qildi. Bu raketaning qoplash doirasi Amerikaning Ulug' okeandagi harbiy bazalarini o'z ichiga oladi. Hatto Amerika davlat ishini o'z ichiga oladi. Bu voqea Amerikada siyosat sohasining diqqat qilishini qo'zg'adi. Hatto Avom palata a'zolari Oq saroyni ogohlantirib, Pearl Harbor 11-sentabr voqeasini ibrat qilib, Jungoning bu tahdidiga taqobil turish kerak dedi. Bu xabarimiz tugdimi? Endi ma xabarni anglab qo'ying vatandosh. Mavzu mundaq. Qilichini g'ilobidan sug'ordi. Jungo tunji qatim Amerika Jungo hal qilg'ich urushining prinsipini belgiladi. Prinsipini belgiladi. Mavzulu xabar 9 ayının 27 günü OneWeb orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. 44 yil o'zini tutib turib, Jungo hamda nemishqa taqat qilolmay, qit'alararo uchadigan bomba qo'yib berdi. Bu haqiqatan qattiq qo'yilgan bir savol. Navbatda Jungoning urush tahdidi yo'q. Yani Jungo'ga birov urush tahdidi qilayotganmi yo'q, yoki Jungo ikkinchi bir tarafga urush tahdidi qilayotganmi yo'q. Bu sal joyiga tushmagan jumla ekan. Masalan, Jungo o'zi hozir Tayvan bo'g'izida Tayvanga urush tahdidi qilayotdi-ku. Iqtisodi garchi ovorchilik paydo qilsa-mu, Jungoda iqtisod yanala muqim. Ishki jihatda partiyani og'diradigan harakat faoliyatmi yo'q. Bugun raketa qo'yib berish va sinov qildim deyish Kim Jong-un, Chavshanlik Kim Jong-un yo'g'on qo'rsaqning qiliqlarini tartib elishqa bu. Yoki sen to'xtab tur, endi men sen qiladigan ishni qilaman yoki jiddiy paytda raketa qo'yib beraman. Sen burun shunda qilgan eding Chavshan, endi men Jungo shunda qilaman deganlik bu. Qaramoqqa vaziyat muqimdak. Ko'ringan bilan dal uning aksida. Jungoning bexatarlik muhiti intayin chunqur tahdid ichida turadi. Yani Jungoning bexatarlik muhiti intayin ig'ir tahdid ichida vaziyat kelyapti. Kimda birisi emas. Dunyoning vaziyati desiniz, Osiyo Ulug' okeanning vaziyati desiniz, qistab shuya kelyapti degan gap. Masalan, biz boshda aytdik, Jungo uchun aytganda Yaponiya harbiy parxodining ya qo'g'dug'ichi qismlari harbiy parxodining Tayvan bo'g'izida o'tishi bu haqiqatan Jungo uchun dahshatli signal hisoblanadi. Jungoning maydonida turganda. Chunqur tahdid mavjud Amerikada. Saylov ma'rifasi. Amerikaning ong faoliyatida kelgusi 10 yil elishish yilidir. Kim bilan? Balki Jungo bilan. Amerikaning ong faoliyatida kelgusi 10 yil elishish yilidir. Agar yengiladigan bo'lsang, bu yo'l hayot mamotlik yo'lidir. Keyin Jungoga agishib mengishga to'g'ri keladi. Shu vaqt bu davlatga bexatarlik signali berdi. Shunga bugun bu vaqt bu davlatga, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga signal berdi. Shunlashqa Amerikada saylanadigan kelar navbatlik prezidentning burchi Jungo bilan elishish. Barliq vositalarni ishlatib Jungo bu davlatni ag'darib tashlashdir. Bu xabarning mavzusini o'qibadimmi?
qilishni g'ilobidan sug'ordi. Jungo tunji qitim Amerika jungo al qo'lg'uch urushning prinsipini belgiladi. Mavzuli xabar 9-oyning 27-kuni Vanviyet orbitida e'lon qilindi. Oxirgi bir jumla. Kelar navbatlik prezidentning burchi. Amerikada saylamdan o'tadigan kelar navbatlik prezidentning burchi. Jungo bilan elishish. Barliq vositalarni ishiltib, jungo bu davlatni ag'dirab tashlashdir. Yadro urushiga chetilmaydigan bir ahvol ostida Amerika Qo'shma Shtatlari jungo dal hozir Amerika Qo'shma Shtatlari jungo bilan dal hozir hararatlik eng oxirgi elishish bosqichiga kirdi. Yadro qurollari yadro urushiga chetilmaydigan ahvol ostida Amerika Qo'shma Shtatlari dal hozir jungo bilan hararatlik eng oxirgi elishish bosqichiga kirdi. Bugungi vaziyatimiz vatandoshim, demak, tinchlik tunguni Ukraina uchun tinchlik dumbug'ini chalgan edi. Undan burun O'rta Sharqdagi nima Hamas, Falastin deganlarning davlat boshliqlarini, idora tashkilot boshliqlarini elib kelib, Beijingda yarashtiruvchi qiyofada kirib olgan edi. Bu jungo edi. Bugun mushlarning, ya'ni jungo qiyofatining, ya'ni tinchlik bilan masala hal qilish va dunyoga tinchlik tilaydigan qiyofatining qip yalang'och oshkorlanib, Sharq Shamli 41-belgilik raketani, qit'alararo uchadigan raketani qo'yib berishi Osiyo Tinch okean rayoniga, Yaponiyaga, Osiyodan olqib chiqib butkul dunyoga selavatgan tahdididir. Buni biz jungoning mohiyatini o'zi oshkorlash deb ataymiz. Buni biz jiddiylashganda deymiz, amaliyotda g'oljirlashganda balki eng oxirgi chora popoza va tahdid uning birlashib kelgan mutahamlikni ko'tarib chiqib xalqaro jamiyatga tahdid selavotadi deb aytamiz.